Meyfen bilan yeyishga alamet tushadigan duya va pintozda man mushsul bo'yicha qo'risangiz alamet o'xshagan qo'rimlab chiqadi. Qilish usuli mana oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsini o'rganalaysiz, ham sugunish boshlaylik ketdik. Avval duyani pakiz yuvib tayyor qilib olamiz. Andan jusayni bo'lsa 2 barmoq uzunligida to'g'rab olamiz. Muvofiq miqdordagi go'sht va ko'k qizil lazim ham mana shunday siralasi qilib to'g'rab olsak bo'ldi. Qo'rish qutib ketdik. Qozonga al-nurining bulg'animdan xoli va ishli o'lcham ishlangan tunis siqim 1-darajalik zarang'iz maydon az miqdorda qo'yib tushitib olamiz. May qizg'anda go'shtni selib, arqidilla yarim qo'sh tuz solgandan keyin davomli birdam qo'rib olib, yarim qo'sh kavavchin va zanjil so'mpiya samsaqlarni selib, buni birdam qo'rib, bir xil mislik puroq chiqarib olamiz. Va keyindilla oil chinimaga lazjandan bir qo'sh selib, davomli qo'rib, lazjan to'liq eritib olgandan keyin tuyani selib 7-8 o'rib qo'rsak, mana shu holatda bir xil yumshaydi. Undan keyin oldin so'qchilab tayyor qilib qo'ygan pintozlar morlarni selib, davomli bir nechta aralashtirib qo'rib olib, ko'k qizillarni va jusayni selib bir aralashtirib qo'yibla, az miqdorda tuz, aqmoch va al-nurining ishilcham ishlangan günlük markasidagi ochiq suydan bir qo'shib to'kib, davomli o'tni yuqori qilib 7-8 o'rib qo'ribla taxsiga qilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Ammo oxirida mazmun yarg'an bo'lsa, haqsiz yurakdan birini besib, pinglar rayoni gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanlar, kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.